Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir Namangan shahriga keldik. Pena beton quyapmiz tomlarga. Bu afzalliklari loydan 5-6 barobar yengil bo'ladi. Issiq sovuqni yaxshi tushaydi. Sichqon kalamish, qurtqimiz, hasharotlar bo'lmaydi buning orasida. Mana qalinligi 7-8 sm, 5 dan 10 gacha bo'ladi. 7-8 sm qilyapmiz hozir. Vodiy bo'ylab 45 ming so'm narxlari. Endi voha tomonlarga, Toshkent tomonlarga yo'l kirasi qo'shiladi. Mashina xizmatlarga kelsa aytaverasizlar, buni uyda ichiga stechka qo'yapmiz. Plitalar ustidan qo'yapmiz. Bunaqa para izolyatsiyasi bor. Havoda material bor. Bu bunaqa vassaliklar to'sinlashtirmaydi. Ishlar sifatli. Aytaverasizlar, shuna xizmatlarga kelsa aytaverasizlar, xizmatda bo'lamiz. 91lik 654 48 02